Yaradam seni Tataristan, oltanlarım için yaradam. Tabiatda balalar için hava tarışın maxsus əzirləb qoyğan deyərsən. 35-40 graduslu üstü günlərdən soң Sabantoyğa quyoshli jiles kun nasib bo'ldi. Uyushtiruvchilar bayram uzduru uchun ovul yanaşasındagi shul chaqlida o'ng'ayli ham joyli o'rinni topganlar. Chishma suvlaridan jiyilib og'ushi kichkinagina inish yanaşasındagi tog' etagi maydondagi tomoshani har kimga qarov mumkinligi beri. Sabantoy diniy bayram bo'lmasa-da, baribir u bizning urf-odatlarimizdan ham birinchi g'alimlarimiz bo'lay deb aytadi. Hatto kimdir bu marjanining so'zi deb aytadi. Ish aybar bor dinimizdan bo'lmasa-da, dinimizni saqlay. Ular milli kiyim, urf-odat ham til. Bu ish aybarni biz saqlasak, ular da bizning dinimizni saqlayacak. Bayramga negiz soluvchi onun tip uyushtiruvchilarining birisi Jalil Hazrat Fazliyev bildirgancha, bundan 15 yil ilk ovul qisalarindigina o'zirila boshlagan Sabantoy, Boltash cheklarini o'zib, respublika rayonlarini, ondan tira ko'rshi tubaklarida jalb eta boshladi. Mana shu iyulning so'nggi yakshanbalarına tubak o'tkazamiz biz ana. Balalar indi yolları tamamlanğaç bir jiyilsinlar, şıraşsınlar, Müslümanlar görüşsünler deb. Mundagı qonaqlar arasında Qozon, Moskva, Sankt-Peterburg, Kirov şəhərlərindən kelgan qon qardaşlarımızın da ko'rga bo'la. Ulyansk müstemeleri uyushmasi zo'r avtobus yollab kelgan. Bugungi sayohatimizda ularning balalar Sabantoyga to'g'ri keldik. Bu ikkilata bayram bo'ldi. Bizning yoqdan bugün biz 20lab kishi, 20lab xotin qizlar bilan shu sayohatga chiqdik. Ular mundagı dinni ko'rib, mundagı kishilarni ko'rib bek hayron qoldilar. Mundagı Sabantoyuna kelirge köpten tileklerimiz var idi. Keldik balalarga mana terbiye, grup adetlerini, balalarga Müslüman din turundalarga ko'rsatirge alarını alıp kelip qarab qaytsınlar deb keldik. Bir ko'plar bu bayramga birinchi kundan beri giri. Bolalar bik yoratalar Sabantoyda qatnashishga, chunki bunda bo'laklarda bik yoqishim. Mening bolalar endi hozir zo'rroqlar o'sib ketdik. Ularni da olib keladirim. Hozir kichkina malay bilangina Fatih o'g'lim bilan keldik bu yil. Oilamiz bilan keldik. Erim ali zo'r bolalar bilan maydonda shogir kelalar, namozlar o'qitdilar alhamdulillah bik ko'ngilli. Turkiyada yashovchi ish bolali Sayfiyevlar oilasi jaygi yollarni maxsus shushu Sabantoyga ketirib tug'an yoqlarına qaytgan. Bir kishi shundan da ko'ngilli, shunday musulmon Sabantoyda birinchi topqir bo'lamiz. Bizning uchun bu bek zo'r shodlik. Musulmonlar bilan uchrashuv, do'stlar bilan uchrashuv, mana haqiqatan eng sog'ingan, chet elda eng sog'ingan bir mana shu millat, do'stlar. Allohu akbar, Allohu akbar. Ile namazı vaqti yetgach, bitinisi de yaşı qartı Sabantoy maydonida o'qishunda namozga bastılar. Başlanıp gitti balalarının Kur'an ayetlerin, surelerini okudan. Bu bütün ne kadar terbiye uşara. Hem qaraysan Sabantoy yürüyüşüne, tavga taba qaraysan. Bütün kişi başlarına yapkanlar yoluklar. Bütünisi iratlar, tübetiler kiygenler. Bu bütün de mene terbiye uşara nerse ol. Boltaş'tan elgi reportajımızını Jalil Hazret'nin bizni Sabantoyga chaqirib jibergan xotında yazılgan Muhammed Peygamberimizin hadisi bilan tamamlayıştı. Müslüman kardeşler, o'zaro aralaşırız. Aralaştığınız yüzünüz nurlanır, kalbiniz şistarir, rizqiniz keng bo'lur, orangizda muhabbet artar. Boltaş'tan Ramisafin Tatarlar.